Narxi atigi 185 ming so'mlik bo'lgan boksimizni bugun sizlar bilan birga yig'amiz. Karet brendidan yuzdagi makiyajni polni bir kun turg'azib beradigan fiksator, SPF 20 bo'lgan foundation tonalka aytgan qizlar bu lyuks kopiyasi, lekin mingtacha sotgan bo'lsam hali yomon o'tib eshitganim yo'q. Viclo brendidan SPF aytgancha 50 shu sudi 100 yildan saqlab turadi. Ikkitali sponj naborcha, bittasi tonalkalar uchun, a bittasi konsiler kichkina narsalar uchun. Aytgancha boksimiz 185 ming so'mga arzidimi yo'qmi? Обязательно kommentariyaga yozib ketinglar. Boksimizga keyingi qo'shadigan narsamiz bu qosh uchun gel. Qoshlarni chiroyli taraf betonlab qo'yadi, bir kun tur beradi. Bu tushimizsiz boks emas, Anylady'dan Sweet Cherry tushi. Ob'yom va uzunlik beradi. Aytgancha narsalarimizni ham o'zim ishlatib ko'rganman. Bu konsiler yaxshi yopib berar ekan, konsilerni ham qo'shamiz boksga. Va aytgancha tovarlarimiz endi o'zim marketga chiqdi. Bemalol profilimizga kirib, silkasini olsanglar bo'ladi. Chiroyli dekorativni Pinterest bo'lgan lab uchun balzam va Seven Cool'dan rasvetkalar juda ham chiroyli bo'lgan paletka teni ichida o'zi rumyanasi ham highlighteri ham bor. Stikli rumyani ishoninglar, jidkidan ko'ra stikli ancha chiroyli va zo'r yotadi. Bizning bokslarimizni eslatib turadigan, boshqalardan bizani ajratib turadigan narsamiz bu mashtaqa chiroyli tintlarimiz bo'ladi. Bu safar stikli mashtaqa cho'pi-cho'pisli qo'shdim. Tegi palchkasini aylantirsanglar, stiki chiqadi. Va mashtaqa bantikli krabik qo'shdik. Krabik вообще zo'r ushlab turar ekan sochinglarni. Oxiriga qo'shadigan narsamiz bu karitdan podboksimiz narxi 185 ming so'm. Zakaz uchun Telegramga yozsanglar, tezroq javob beramiz. Всем пока.